Interval och qolish muhim emas. Har kuni kardio qilish muhim emas. Yaxshi kechki uyqu juda ham muhim. Uglevodlarni olib tashlash muhim emas. Ko'p oqsil yeyish juda ham muhim. Smuzi ichish muhim emas. Og'ir trenirovkalar juda ham muhim. Och qoringa trenirovka qilish muhim emas. Agar har kuni ushbu mashqni 50 marta bajarsangiz, baq-baqa yo'qolishni boshlaydi. Agar har kuni mana shu mashqni 50 marta bajarsangiz, bo'yinning yon qismidagi yog'lar kamaya boshlaydi. Agar har kuni shu mashqni 50 marta bajarsangiz, bo'yin va yuz terisi taranglashadi. Non, rost yoki yolg'on? Non semirtiradi. Yolg'on, hamma gap qancha miqdorda va nima bilan yeyishga bog'liq. Qora non ozishda yordam beradi. Bo'lmagan gap. Qora va oq nonning kaloriyasi bir xil. Oq non qonda shakar miqdorini ko'taradi. Ha, rost, ko'taradi. Nonda faqat keraksiz kaloriyalar. Bo'lmagan gap, butun donli nonda kletchatka, vitamin va minerallar bor. Keyingi mahsulot qaysi bo'lsin? Yozib qoldiring. Limonli choy rost yoki yolg'on? Limonli choy immunitetni ko'taradi. Ha, rost, limondagi C vitamini immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Limonli choy yog'larni eritadi. Yolg'on, limonli choy yog'larni eritmaydi, faqat biroz metabolizmni tezlashtirishi mumkin xolos. Limonli choy hazm qilishni yaxshilaydi. Ha, iliq limonli choy ertalab hazm jarayonini yengilroq boshlashga yordam beradi. Limonli choy otyoqlarni kamaytirishi mumkin. Ha, rost, limonli iliq suv organizmdagi ortiqcha suyuqlikni chiqarishga yordam beradi. Kechasi limonli choy ichilsa, uyquni buzmaydi. Yolg'on, aslida choy tarkibidagi kofein ba'zi insonlarni uxlatmay qo'yadi. Keyingi mahsulot qaysi bo'lsin? Yozib qoldiring. Kreatin rost yoki yolg'on? Kreatin tanada yog' yig'adi. Yolg'on, kreatin hech qanday yog' yig'maydi. Kreatin mushaklar o'sishini yaxshilaydi. Ha, rost. Kreatin faqat sportchilar uchun kerak. Bo'lmagan gap, kreatin hammaga har qanday yoshda kerak. Kreatin miya faoliyatini yaxshilaydi. To'g'ri, xotira va diqqat yaxshilanadi. Kreatin sportda chidamlilikni oshirishga yordam beradi. Ha, to'g'ri, chunki kreatin mushaklarga tezroq energiya beradi. Kreatinni ichgandan keyin tana unga o'rganib qoladi. Yolg'on, organizm kreatinga o'rganib qolmaydi. Keyingi mahsulot qaysi bo'lsin? Yozib qoldiring. Chia urug'i rost yoki yolg'on? Chia urug'i ichak salomatligini yaxshilaydi. Ha, rost, yaxshilaydi. Chia ich ketishini ham yaxshilaydi. Ha, albatta, yaxshilaydi. Chia urug'i ozishda yordam beradi. Ozdirmaydi, lekin yordam beradi. Depressiyani ham oldini oladi. Bu narsa isbotlanmagan. Chia qonda shakar miqdorini pasaytiradi. Ha, uglevod o'zlashtirilishini sekinlashtiradi. Chia urug'i omega 3 ga boy. Ha, rostdan ham shunday. Chia kaloriyasi juda baland. Yo'q, bir qoshiq chia urug'ida bor yo'g'i 60 kaloriya. Keyingi mahsulot qaysi bo'lsin? Yozib qoldiring. Non semirtiradi. Yolg'on, hamma gap qancha yeyishda va nima bilan yeyishga bog'liq. Qora non ozishda yordam beradi. Bo'lmagan gap, qora va oq nonning kaloriyasi bir xil. Oq non qonda shakar miqdorini ko'taradi. Ha, to'g'ri, ko'taradi. Nonda faqat keraksiz kaloriyalar. Bo'lmagan gap, butun donli nonda kletchatka, vitamin hamda minerallar bor. Keyingi mahsulot qaysi bo'lsin? Yozib qoldiring. Kofe rost yoki yolg'on? Kofe yurakka zararli. Yolg'on, agar me'yorida ichilsa, yurak faoliyatiga zarar bermaydi. Kofe uyquni butunlay buzadi. Yolg'on. Ha, uning tarkibidagi kofein uyg'oqlikni oshiradi, lekin 4-5 soat davom etadi xolos. Kofe metabolizmni tezlashtiradi. Ha, rost, yog' yoqilishini tezlashtirib, ozishda yordam berishi mumkin. Kofe kayfiyatni ko'taradi. Ha, rost, kofe serotonin va dopamin ishlab chiqarishga yordam beradi. Bu esa to'g'ridan to'g'ri kayfiyatni ko'taradi. Keyingi mahsulot qaysi bo'lsin? Yozib qoldiring.